Targetolog test uchun qancha byudjet olish kerak? Tadbirkor bilan targetolog ish boshlaganda testga qancha beraman degan savolga aniq bir asoslarga kelib chiqib javob berilmaydi. Hamisha taxminan ko'p joyda $100 bering, $500 bering, $200 bering. Nimani hisobidan buncha summa so'ralyapti degan savolga hali hanuz javob yo'q. Lekin biz bu narsaga bugun ilmiy yondoshib ko'rib chiqamiz. O'zi qancha byudjetdan boshlash kerak test muddatini. Test uchun beriladigan summa 50 karra ko'spor-lid bo'lishi kerak. Ya'ni oladigan byudjeti bir hafta ichida 50 ta lid olishga yetarli bo'lishi kerak. Tadbirkormisiz? Targetologga testviy byudjet ajratmoqchimisiz? Siz bir hafta ichida 50 tadan ko'p lid olib kelishga yetarli summani ajratishingiz kerak. Va bu summa hamma biznesda har xil bo'ladi. Chunki lid narxi har bitta yo'nalishda har xil. Birinchi o'rinda tadbirkor reklama akkauntidan oldingi reklamalarga qarab o'rtacha CPL, ya'ni o'rtacha bo'lgan lid narxini ko'riladi. Aytaylik, tadbirkorda oldin $4 dan tushgan ekan. Demak, $200 reklamaga byudjet ajratish kerak test uchun. Agar fakt bo'lmasa, taxminiy CPL, ya'ni yo'nalishda o'rtacha lid narxini taxminiy topiladi. Birinchi marta bu bozorga kirdi, tadbirkor oldin target yoqmagan, boshqa shu yo'nalishdagi bizneslardan qarab, o'rganib, targetologdan so'rab, iltimos qilib, o'rtacha lid olish kerak bo'ladi. Misol uchun, CPL $5, ya'ni o'rtacha lid narxi $5 bo'lsa, test uchun kamida $250 ajratiladi. Agar sizda lid narxi $10 bo'lgan bo'lsa oldin, test uchun $500 ajratishingiz kerak va bu summani targetolog birinchi haftani o'zida sarflashi kerak. Endi savol tug'ilishi mumkin tadbirkorlarda, men o'zi targetologga yangisini yaxshiroq natija olish uchun olib keldim-ku, shu lid narxim o'z holida qolishi uchun emas, undan arzonroq bo'lish uchun olib keldim-ku deyishingiz mumkin. Da, shunaqa, to'g'ri fikrlagansiz, lekin baribir o'sha oldingi isbotlangan bor raqamlarga hisoblab byudjet ajrating. Targetolog yaxshiroq ishlasa, ko'proq lidlarni olib keladi o'sha summani evaziga. Lekin zo'r targetolog bo'lgani bilan ham har bitta yo'nalishda sinazalitda bitta predeli bor. O'sha predeldan pastga tushib bo'lmaydi. Siz beradigan byudjet o'sha predel narxda bir haftada 50 ta lid olib kela olmasa, algoritm optimizatsiya qila olmaydi. Shuni hisobiga reklamalar zo'r bo'lsa ham, optimizatsiya bo'lmaganini hisobiga siz yaxshi natija ola olmaysiz. Lekin yetarlicha byudjet bersangiz, oldin lidlar narxi $10 dan kelardi. Hozir mana o'tgan hafta $500 sarfladim, 100 ta lid keldi. Demak, natija yaxshi. Endi kam pul beradigan holatingizni ko'rib chiqaylik. Lid narxi $5 dan kelgan va siz $100 berdingiz targetologga test uchun. Bu $100 $5 dan bir hafta ichida 50 ta lid olishga yetmaydi. Target algoritmi optimizatsiya qiladi. 50 ta lid olgandan keyin уже sizga optimal yaxshi narxlarni berish boshlaydi. 50 ta lid olgandan keyingina bir hafta ichida o'rganish jarayonidan chiqqandan keyingina xulosa qila olasiz raqamlar bo'yicha. Undan oldin xulosa qila olmaysiz. To'g'ri xulosa qilishingiz uchun demak reklamalar o'rganish jarayonidan chiqishi kerak. O'rganish jarayonidan chiqishi uchun esa bir hafta ichida 50 ta natija olish kerak. Natija har xil bo'lishi mumkin. Lid bo'lishi mumkin, sotuvga qo'ygan bo'lsangiz sotuv bo'lishi mumkin, peripiskaga qo'ygan bo'lsangiz peripiska bo'lishi mumkin. O'ylaymanki, ana endi test uchun byudjet olishda, test uchun byudjet berishda konkretno sizlarda bitta formula bor. Taxminga tayanmasdan yaxshi natija qilishingizga umid qilib qolaman. Omad.